Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan injenerlik konstruksiyalari fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan temir beton konstruksiyalarini boshlagan edik. Bugun shuni davomi sifatida temir beton konstruksiyalarini tayyorlashda qo'llaniladigan beton va armaturalar mavzusini boshlaymiz. Beton sun'iy tosh materiali bo'lib, o'z tarkibida quyidagi komponentlarni oladi: bog'lovchi, mayda to'ldiruvchi, yirik to'ldiruvchi, suv va kimyoviy qo'shimchalar. A, Albatta, beton tarkibida, demak, tarkibidagi moddalar o'zini me'yorlari mavjud hisoblanadi. Ya'ni, agar suv ko'payib ketsa yoki kam bo'lsa yoki mayda yirik to'ldiruvchilarni miqdorlari me'yoridan ortib yoki me'yoriga yetmay qoladigan bo'lsa, unaqada bizni betonimizda kutgan mustahkamlikka erishmasligimiz mumkin. Shuning uchun ularni xalq tilida 3 ga 1 degan kim beton qorib ko'rgan bo'lsa biladi. Tushuncha bor. Demak, hammasini o'zini me'yorida olish kerak bo'ladi. Beton qo'shmasini tayyorlash uchun 1 metr kub hajmdagi yuqorida sanab o'tilgan komponentlarni eng maqbul miqdorlarini aniqlash beton tarkibini loyihalash deb etiladi. Oddiy betonlarni tarkibini loyihalashda ularga quyidagi talablar qo'yiladi. Tayyorlanayotgan betonni mustahkamligi, mustahkamlik sinfi kub mustahkamlik, tayyorlanadigan beton qo'shmasining qo'zg'aluvchanligi, cho'kish konusi, bekirligi, maxsus talablar, muzlashga bardoshliligi, suv o'tkazmasligi, strukturasi issiq, sovuq va tosh o'tkazmasligi hisoblanadi. Betonlarni klassifikatsiyasi. Temir beton konstruksiyalari tayyorlashda qo'llaniladigan betonlarni quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha klassifikatsiyalash mumkin. Vazifasiga ko'ra konstruksion va maxsus, bog'lovchini turiga ko'ra sementli, shlakli, silikatli, gipsli, polimerli bo'lishi mumkin. To'ldiruvchilarni turiga ko'ra zich, g'obakli va maxsus, strukturasi bo'yicha zich, yirik, g'obakli, g'obaklashtirilgan, yacheykali, zichligi bo'yicha o'ta og'ir, ya'ni zichligi 2500 kilogramm taqsim metr kubdan katta, og'ir, yengil va o'ta yengil, ishlov berilishiga ko'ra tabiiy sharoitda qotgan va sun'iy sharoitda qotgan, ya'ni bu issiqlik yoki avtoklov usuli bilan quritilgan bo'lishi mumkin. Yirik to'ldiruvchilar shebin, diametri 5 millimetrdan katta bo'ladigan to'ldiruvchilarga biz yirik to'ldiruvchilar deb aytamiz. Mana bu yerda demak chaqiq tosh, ya'ni shebenni rasmini ko'rishingiz mumkin. Yoki graviy. Sun'iy to'ldiruvchilar keramzit, qum va gravinni ko'rishimiz mumkin. Sun'iy to'ldiruvchilar agloparit, ya'ni rasmda sizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida keltirib o'tilgan ko'rsatkichlarda bino va inshootlar qurilishida keng qo'llaniladi. Betonlar quyidagicha nomlanadi: og'ir beton, yengil betonlar, mayda donachali betonlar, zo'riqtirilgan betonlar, yacheykali betonlar, yirik g'obakli betonlar va hokazo. Qurilish amaliyotida ko'pincha konstruksion betonlar sifatida og'ir betonlardan foydalaniladi. Ularni tayyorlashda asosan bog'lovchi sifatida turli xildagi sementlardan hamda tabiiy yirik va mayda to'ldiruvchilardan foydalaniladi. Og'ir betonlarning strukturasi zich strukturali bo'ladi. Temir beton va uni asosiy tarkibiy qismi bo'lgan og'ir betonni tayyorlash texnologiyasini shartli ravishda mana shu ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, beton turlari: yirik g'obakli beton, keramzit beton, yacheykali, mayda donachali betonlar. Endi demak, bu sxemada biza demak birinchi sement bilan suvni aralashtirganimizda sement xamiri hosil bo'ladi. Unga qum qo'shsak sement qorishmasi, shebin qo'shsak beton qorishmasi va beton hosil bo'lgandan keyin unga armatura qo'ysak temir beton hosil bo'ladi. Va albatta bunga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi temperatura 20 gradus Selsiy bo'lishi kerak, namlik 95% hamda 28 sutka loyihadagi mustahkamlikka erishishini kutishimiz kerak bo'ladi. Gidrotexnika inshootlarni qurishda asosan og'ir gidrotexnik betonlardan foydalaniladi. Yengil betonlardan nisbatan kichikroq yuk ko'taruvchi konstruksiya elementlari hamda to'suvchi konstruksiyalarni tayyorlashda foydalaniladi. Yacheykali betonlardan asosan to'suvchi konstruksiyalarni tayyorlashda keng foydalaniladi.
Yirik g'ovakli betonlardan bo'lsa, asosan konstruksiya elementlarini, gidrotexnik inshootlarni, drenajlarini va filtrlarni tayyorlashda keng qo'llaniladi. Mayda donachali betonlardan esa asosan yig'ma temir beton konstruksiya elementlarini orasidagi choqlarni to'ldirishda va armatsement konstruksiyalarini barpo qilishda qo'llaniladi. Betonlarning mustahkamligi va unga ta'sir etadigan omillar. Beton ko'p komponentli bog'lovchi, suv, mayda va yirik to'ldiruvchilardan tashkil topgani uchun kapillyar g'obak strukturaga ega bo'lgan sun'iy tosh materiali hisoblanadi. Uni tarkibidagi har bitta komponent o'ziga xos xususiyatlarga ega. Demak, beton tarkibidagi alohida komponentlarning o'zaro miqdorini va sifatini o'zgarishlari betonning mustahkamligiga va boshqa ko'rsatkichlarga sezilarli darajada ta'sir etadi. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, beton tarkibidagi qattiq zarrachalarni shebin, gravel, qum o'zaro bog'lab turgan sement toshini tarkibidagi kapillyar va g'ovaklar o'rtacha 30-35% tashkil etadi. Bunday notekis strukturaga ega bo'lgan ko'p jinsli materialda tashqi yuklar ta'sirida murakkab zo'riqqanlik deformatsiya holati yuzaga keladi. Betonning zo'riqqanlik deformatsiya holatini mana shu grafik orqali biz ko'rishimiz mumkin. Beton ko'p komponentli sun'iy tosh materiali bo'lganligi uchun ham uni mustahkamligi juda ko'p omillarga bog'liq. Masalan, sementning markasiga, to'ldiruvchini turiga, mustahkamligiga, komponentlarning o'zaro nisbatiga, suv sement nisbatini, qotish muddati va sharoitiga, namunaning shakli va o'lchamlariga, yuklanish davomiyligiga va hokazo. Betonda turli zo'riqqanlik holatlarida siqilishga, cho'zilishga, egilishga va qirqilishga turlicha mustahkamlikka ega bo'ladi. Shunga ko'ra, betonlarning mustahkamligi birmuncha ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflanadi. Siqilishga bo'lgan ko'p mustahkamligi, prizmatik mustahkamligi, mahalliy siqilishga, ezilishga mustahkamligi, cho'zilishga hamda qirqilishga, yorilishga bo'lgan mustahkamligi. Betonlarning mustahkamligini vaqt sayin o'zgarish diagrammasini quyida ko'rish mumkin bo'lyapti. Demak, bu grafikdan ko'rinib turibdiki, vaqt o'tgani sari betonning mustahkamligi ham oshib boryapti. Mana 2 yilda, 4 yilda, 6 yilda va 11 yilga yetgandan keyin bir tekisda ketyapti. 11 yilgacha demak mustahkamligi ortib, 11 yildan keyin maksimum mustahkamlikka erishadi va shu zaylda mustahkamligi saqlanib qoladi. Betonlarning ko'p mustahkamligi ularning etalon mustahkamligi hisoblanadi. Beton qoshmasidan o'lchamlari 10 ga 10, 15 ga 15 yoki 20 ga 20 santimetr bo'lgan ko'p namunalarni tayyorlanadi va GOST talablari bo'yicha maxsus presslarda sinaladi. Ko'p namunalari o'rta qismidan ko'ndalang yo'nalish bo'yicha buziladi. Bunga sabab tayanch sirtlarda ishqalanish kuchlari yuzaga keladi. Agar tayanch sirtlarda mo'llanib beton namunalari sinalsa, ularning mustahkamligi 2 martagacha kamayib ketadi. Beton ko'p namunalarning mustahkamligini ularning o'lchamlariga bevosita bog'lab bo'ladi. Namuna o'lchami qancha kichik bo'lsa, uning mustahkamligi shuncha yuqori bo'ladi. Odatda o'lchamlari 15 ga 15 santimetr bo'lgan kub namunalari etalon namuna hisoblanadi va ularning mustahkamligi R deb qabul qilinsa, o'lchamlari 10 ga 10 bo'lgan namunalarning mustahkamligi 1,12 R va o'lchamlari 20 ga 20 santimetr bo'lgan kub namunalarning mustahkamligi esa 0,93 R ni tashkil etadi. Beton kub namunalarini siqilishga sinash quyidagicha kechadi. Betonlarning prizmatik mustahkamligi sifatida asosan o'lchamlari A bo'lgan, balandligi H bo'lgan prizma sifatida beton namunasini o'q bo'ylab siqilishga qarshiligi qabul qilingan H taqsimi katta bo'lsa 4 dan beton prizmani mustahkamlash o'zgarmaydi va uni qiymati quyidagicha aniqlanadi. Betonlarning ezilishga bo'lgan mustahkamligini siz quyidagi formula orqali aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Qirqilishga bo'lganini esa pastdagi formula orqali aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Betonlarning deformatsiyasi asosan 2 turga bo'linadi: yuklar ta'sirida va deformatsiya temperatura, namlik ta'sirida. Beton o'z tabiatiga ko'ra plastik xususiyatga ega bo'lgan sun'iy tosh materiali hisoblanadi. Betonda tashqi yuklar ta'sirida juda kichik zo'riqishlar hosil bo'lishi bilan unda dastlab elastik deformatsiyalar va asta-sekin plastik deformatsiyalar hosil bo'ladi. Beton prizmani qisqa muddatli yuk bilan bosqichma-bosqich yuklansa, agar betondagi deformatsiya 2 martada aniqlansa, yukni qo'yilishi bilan va yuk qo'yilgandan so'ng ma'lum muddatda
diagramma pog'onasiman ko'rinishga ega bo'ladi. Shunday qilib, betonlarning yuk ta'siridagi to'liq deformatsiyani quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bunda zo'riqish deformatsiya orasidagi bog'lanish va o'rtacha deformatsiyalarni quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Betondagi noelastik deformatsiyalarni uzoq vaqt davomli yuklar ta'siriga vaqt sayin ortib borishi betonlarni oquvchanligi deyiladi. Betonlardagi oquvchanlik deformatsiyalari ulardagi elastik deformatsiyalardan qariyb 3-4 marta katta bo'ladi. Betonni qotish jarayonida unga ekzotermik reaksiyalar mavjud bo'lib, ma'lum darajada issiqlik ajralib chiqadi. Ushbu holat ayniqsa katta o'lchamli gidrotexnika inshootlarini qurishda yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki katta o'lchamli beton yoki temir beton konstruksiyalarini betonlashda dastlab ma'lum darajada issiqlik ajralib, beton ekzotermik qiziydi va so'ngra uni sovishi natijasida temperatura deformatsiyalari yuzaga keladi. Betonni oquvchalik deformatsiyasini quyidagi diagramma orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Betondagi kirish deformatsiyalarini kamaytirish, kirish deformatsiyalari, kirish darslarini demak mana bu grafik orqali va pastdagi chizmada ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Betonlarning mustahkamlik sinflari va markalari. Betonlarning mustahkamlik sinflari va markalarida bularning sifat ko'rsatkichlarini baholaydigan nazorat qiymatlariga aytiladi. Beton va temir beton konstruksiyalarini loyihalashda asosan betonni talab etiladigan mustahkamlik sinfi va markalari asosiy talab ko'rsatkich sifatida qabul qilinadi. Konstruksiyaning xususiy va vazifasiga ko'ra betonning mustahkamlik sinfi va markalari quyidagicha belgilanadi. Betonni o'q bo'ylab siqilishdagi mustahkamlik sinfi kub mustahkamligi o'lchamlari 15-15 cm bo'lgan normal sharoitda 20 sutka saqlangan beton kub namunalari siqilishga sinashdagi vaqtinchalik qarshiligini ifodalaydi. Me'yoriy hujjatlar bo'yicha betonlarning siqilishga bo'lgan mustahkamlik sinflari B3,5 dan B60 gacha bo'ladi. Betonlarning o'q bo'ylab cho'zilishdagi mustahkamlik sinflari demak BT08 dan BT3,2 gacha bo'ladi. Betonlarning markalari quyidagicha belgilanadi. Muzlashga bardoshlilik markasi F harfi bilan belgilanadi. F50 dan 500 gacha. Suv o'tkazmaslik bo'yicha markasi W harfi bilan belgilanadi. W2 dan W12 gacha. O'rtacha zichligi bo'yicha markasi demak D harfi bilan belgilanadi. 800 dan 2000 gacha kilogramm taqsim metr kubda. Yengil yachekali va g'ovakilashtirilgan betonlar uchun issiqlik o'tkazuvchanligini baholashda. O'z-o'zidan zo'riqish bo'yicha esa markasi S harfi bilan belgilanadi. 0,6 dan 4 gacha bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz shunday iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha bo'ldi.